Men rahmat, rahmat akajon, umringiz olsin, kam bo'lmanglar. Oqsoqol rahmat sizga, yangi hayot mahalla oqsoqoli. Xo'p, akajon, salomat bo'ling, ishni boshlab boshlaydi. Tani sog' rahmat. Suv tushgani? Ha, suv tushgan. Mana, bu yerga Musulmon moshi kerakmi endi? Moshi kerak? Bitta zil bilan. Siz baraka toping. Yana shu burchakni yangi ko'rdik-ku, samay ko'rdik-ku, men burchakdan yoqilsa ham bo'ladi. Mana. Mana shu tozalashdi, baraka topsiz mana. Ekologiyaga ham yaxshi bo'ldi mana. Bizning rahbarlarga ham rahmat shuncha mana. Kecha bittani olib ketuvdilar. Xo'p, Alloh qul akamiz olib ketuvdilar. Ular qul akamiz olib mana bitta traktorni qo'ydi. Mana baraka topsa, bu yerda biton qilishyapti. Biton ariq qilib, chiroyli qilib. Muroza bo'lsin. Baraka topsa mana. Bunaqa etish kerak. Albatta baraka topsa mana joylarni ochib, suv yo'llarini tushirib, ekologiya juda bir katta yordam bo'ladi. Baraka topsa, ekologiya ham rahmat. Xalqimizga, elimizga, yurtimizga, shu oqsoqol hammasiga rahmat. Borni bor dedi. Men shunaqa insonmanki, to'g'ri boshqa mana men musulmon hamma to'g'rilab, tekislab. Bu yerda bitondan zo'r ariq qilib berishyapti. Mana suv kelib qolsa, xudo xolsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Baraka topinglar. Ne rahmat, baraka topinglar. Mana mashta hammasi bitta anaqa bo'ladi. Ana mamlakatga yig'ilib qo'shibdi, tozalashib, mashta chiroyli qilib bitta ariq bo'lyapti, xudo xolsa. Latok bo'ladimi bu yerda, latokmi? Biton. Rahmat aka, umringiz olsin. Ismingiz kim akajon? G'ulom. G'ulom aka, men rahmat. Ancha odam ro'zasiz bo'lsangiz, ishlayapsiz, Alloh ajrini bersin. Alloh sizga ro'za, ro'zalarni qabul etgan bo'lsin. Xalqingizga qilayotgan ishni Alloh ajrini o'zi mukofot o'zi bersin. Borni deb misol siz maqtashaman, Xudo o'shiga gapiramiz aka. Qilayotgan ishni Alloh ko'mak bersin aka. Yomon ko'zdan o'zgarsin. Mana shu mahallalarning rahmiga sizlarga yordam berib, yilqidosh bo'lishni nasib etsin aka. Rozi bo'lasiz aka bizlardan. Xo'p, salomat bo'linglar. Zo'r bo'pti. Mamlaka siz oyoq yengildimi? Assalomu alaykum. Oyoq yengildi aka, oyoq yengildi-ku. Baraka top, mana mashta boshladim, mana shuni ko'rib turib. Ana qilib mana mamlaka latoksa. Kecha ikkovlar kelib, men bilan olib ketib rasmga qayerga nima o'tirsam, Arinchi musulmon olib ketdi-da anaqa. Rahmat. Toshkent viloyati Qibray tumani Yangi hayot mahallasiga tutashga Yonor mahallasi mana arilyapti. Xalqimizga rahmat. Shunaqa shijoatkorlarga tashabbuskor rahmat. Bu yosh gapirsangiz bittadan bersa to'ydiradi, bittasi o'ldiradigan bekor emasda. Shirin gapirish kerak odam. Qo'lda bor narsa mulkini qizg'anmaydi. Saxiylik ko'p, xudo xolisa. Baraka topinglar hammanglar. Oqsoqol sizga ham rahmat, baraka topinglar. Alloh sizga shifo va tanish sog' bo'lsin, ukam. Ishingizga rivoj bersin. Hop.